Amerikaning sobiq prezidenti Barack Obama CNN'ning ataqlıq muxbiri Christian Amanpourning maxsus ziyoratini qabul qilganda Xitoyning Uyg'urlarni keng ko'lamda lagerlarga qamishi va qayta tarbiyalashining hamma uchun bir xiris ekanligi va buningga diqqat qilish kerakligini bildirgan. I think it is important for the President of the United States to say that if you have Uyghurs in China who are being placed in mass camps and re-educated, quote unquote, that's a problem. That's a challenge to all of us, and we have to pay attention to it. Bu Amerikaning Demokratchilar partiyasidan bo'lgan mazkur sobiq prezidentning tunji qitim Uyg'urlarning keng ko'lamli tutqun qilinib, lagerlarga qamalishi va atalmish qayta tarbiyalanishiga qarta fikr bildirishidir. Christian Amanpourning Obama bilan bo'lgan maxsus suhbati CNN tarafidan 23-iyun tarqatilgan. Obama bu so'zlarni Christian Amanpourning Prezident Baydenning Xitoy raisi Xi Jinpingni diktator deb atashi va uning diktatorlar ham Narendra Modiga o'xshash shaxslarga qanday muomala qilishi kerakligi haqidagi savoliga qarta aytgan. Prezident Baydenning 21-iyun Xi Jinpingni diktator deyishi Xitoyning noroziligini qo'zg'agan. Lekin Bayden 22-iyun bosh minister Modi bilan o'tkazgan Oqsaroydagi axborot yig'inida Xi Jinpingning diktatorligining bir amaliyot ekanligini qayta ta'kidlagan. Obamaning aytishicha, u boshqalarni qanday ta'riflashga qaraganda konkret harakatlarga ko'proq ko'ngil bo'ladi ekan. Obama mundaq degan: "Men kishilarni qanday ta'riflashga bak ko'ngil bo'lib ketmayman. Sizmi bilgandek, men konkret harakatga ko'ngil bo'laman. Sizmi bilasiz? Meningcha, bir Amerika prezidenti agar sizning Xitoydagi Uyg'urlar keng ko'lamli lagerlarga qamalgan va qayta tarbiyalashga tutilgan bo'lsa, bu bir masala. Bu hammamiz uchun bir xiris. Biz buningga diqqat qilishimiz kerak." Obamaning aytishicha, Amerikaning dunyodagi demokratiyaga qarshi rahbarlarga qanday muomala qilishi murakkab bir masala ekan. Barack Obama Amerikaning 250 yillik tarixidagi tunji Afrika Amerikalik prezidenti bo'lib, u 2009-yildan 2017-yilgacha Amerikaning 44-navbatlik prezidenti bo'lib vazifa o'tagan edi.